Mioma bilan homilador bo'lsa bo'ladimi? Albatta, mioma bilan bemalol homilador bo'lsa bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda faqat homila yopishishiga xalaqit berishi mumkin. Qachonki bachadon miomasi endometriyda joylashgan, ya'ni submukoz mioma bo'lsa yoki bachadon miomasi intramural joylashgan va endometriyga botib kirgan holatlarda, ya'ni endometriyni deformatsiyasini chaqirgan holatlarda homilani bachadon bo'shlig'iga yopishishiga xalaqit berishi mumkin. Miomadan operatsiyasiz xalos bo'lsa bo'ladimi? Miomani butunlay so'riltiradigan dori vositalari mavjud emas, lekin ba'zi holatlarda bachadon miomasi submukoz joylashgan bo'lsa va ushbu mioma ba'zi holatlarda tug'ilishi ro'y beradi, ya'ni rождающий mioma deyiladi. Mana shunaqa holatlarda bachadon miomasi bachadon bo'yni orqali tug'iladi va shunda bachadon miomasidan xalos bo'lishi mumkin. Yoki ushbu miomalarni ta'minlovchi qon tomirlarini embolizatsiyasi amaliyoti bajarilganda ushbu miomalarni atrofiyasiga olib kelishi mumkin. Bachadonni saqlab qolgan holda miomani olib tashlasa bo'ladimi? Albatta, hozirgi zamonaviy tibbiyotda buni imkoniyati bor. Agar bachadon miomasi bachadon bo'shlig'ida joylashgan, ya'ni submukoz joylashgan bo'lsa, gastroskopiya yo'li orqali olinadi. Agarda subseroz yoki intramural joylashgan bo'lsa, laparoskopiya usuli yordamida ushbu mioma